Assalomu alaykum Bahodir Uz kanali obunachilari va chorva ishqibozlari. Hafta kuniga chorshanba 2026-yil 29-iyul Toshkent viloyati Parkent tumani Boyqozondan bo'ladi. Xudo xolasa bugungi video obzorimiz Mirsobit do'stimizning xonadonlarida ikki bosh buqachalari bor ekan. Shuni video obzorini olib beramiz. Videolarimiz yoqsa bir donadan layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Qani bismillahirrohmanirrohim. Qolgan to'liq ma'lumotlarni Mirsobitni o'zlaridan olib beramiz. Mirsobit xormang, charchamayapsizmi? Bahodir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Yaxshimi, sog'lig'ingiz? Zo'r, xudoga shukr. Sizlarda charchamayapsizmi aka? O'zingiz qanaqasiz? Sizumsiz? Rahmat aka, obunachilarga ham, butun xalqimizga ham assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Ko'rinmay qoldi. Anchadan beri video chiqazmay qo'ydik. Issiqda dam olyapti aka, mol topish o'zi bo'lmayapti. Xudo xolasa bugun ikki bosh chiqazib beramiz. Ikki bosh zotga yuradigan bo'qachalarimiz bor aka. Ko'chatlar. Hurmatli obunachilar, o'zingizlar ko'rib sifatga bahoni berib qo'yasizlar mana. Qaysi biridan boshlaymiz? Bitta-bitta yechib aylantirib, narxlarini ham xudo xolasa yo'lida qo'yib beramiz. Va kattasini boshlayveringlar aka. Bo'ldi, yechib bitta aylantirib ko'rsatib beraylik. Xudo xolasa yosh oyligi necha oylik bo'ldi bu? Bu 6 oylik aka. 6 oylik mana. Ko'rib o'zingizlar bahoni berib qo'yasizlar, do'stlar mana. Bunimizni zot qanaqa? Limuzinga semental qo'yilgan aka. Mana. Sementalga limuzin gibrid, do'stlar. Mana orqa korpuslari. Stakon yo'q mana, oyoqlarini ham hammasini ham. Sifati zo'r, xudo xolasa. Soni yo'q aka. Uzunliklariga ham e'tibor berasizlar. Bo'yinni qarang, bo'yinni aka. Uzun ekan mana. Otni bo'yniga o'xshaydi. Mana. Turlariga e'tibor berasizlar, do'stlar. Bo'yini balandligini necha qo'yib ketamiz? 1.20 aka. O'lchangan. Bemalol kelib ko'raversin aka. Metrga solingan. Yana 2 santimetr plus minus bo'lishi mumkin. Nari beri bo'lmasa-da, mana. Chunki bir joyda qimillab turmaganda mol aka. Kelganinglarda yana bir sidirg'a o'zingiz uchun ko'rib olasizlar mana, do'stlar. Xudo xolasa. To'qol aka. Zavodskiy to'qol-a bu? Zavodskiy to'qol aka. Mashalloh, do'stlar mana. Limuzin sigirga semental bo'qa qo'yilgan, mana shu tushgan aka, gibrid bu. Mana tushgan. Effektini ko'ryapsizlar, do'stlar. Xudo xolasa kelajakda zotga ham tavsiya beramiz, Bemalol aka, zotga buni otasi ham chopgan, bu ham chopaverar aka. Xudo xolasa sababini qilib boqsanglar, zotga ham kelajakda tavsiya beramiz, hurmatli obunachilar mana. Olib sababini qilib boqaman degan aka-ukalarimiz yeb ichishiga, sog'ligiga bir hafta beramiz, garantiya. 100% garantiya aka. Mana sifati zo'r, xudo xolasa. Cho'zib o'tirmaymiz Mirsobit, yakka o'ziga necha pul xudo xolasa? 25 million kam bor aka. Sal kelishtirib o'xshatib ayting, sotadigan qilib. Siz ayting aka, nima desangiz o'sha bo'ladi. 25 emas, 24 qo'yamiz. Nima bo'ladi aka? Xudo xolasa xayr barakasiga ham siylab beramiz. Xudo xolasa aka, kelishtirib beramiz. Mana do'stlar, maqsad sotish, xudo xolasa. Endi xalq ichida yurgansiz, siz narx-navoni bilasiz, sizga yo'q deya olmaymiz aka. O'zingiz bilib narxini chiqaravering aka. Mana do'stlar, 24 million qo'yamiz, savdosi bor. Endi ko'ryapsizlar. Mana aka. O'zi insofman, yurt ichida yuribsiz, narxini xalqqa chiqarib beravering aka. Men bir narsa demayman aka. Mana ko'ringlar. Oshiq bo'lsa, oshiq joyini olib tashlang aka. Ishqoz bo'ladigan bo'lsa, mana 24 dan yana xayr barakasiga o'tib bering. Mana orqa korpuslar, do'stlar. Yaxshi effekt beradi. Basharalarni ham bemalol. Xudo xolasa boqib tursa buni kurechini buzguncha tundan ustiga chiqadi, xudo xolasa. Chiqadi aka. Mana effekti zo'r. Ko'ringlar do'stlar. 24 million savdosi bor. Endi qarang, yakka o'zini savdo qilib oladigan bo'lsa, texnikamiz bor. Qatgacha dastavka qilib bera olamiz. Shuni ham yoritib keting. 12 ta viloyatga aka. Kelishilgan holatda qilib beramiz, Kelishamiz. Chiroyli qilib urintirmasdan olib borib beriladi. Do'stlar, mana musofirdan kuzatayotgan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, qanaqa bo'ladi? Pulini tushirib bersa, yetkazib beraveramiz aytgan joyga aka. Olib borib beramiz, xudo xolasa. Mana do'stlar, qo'ldan kelgancha xalqqa yordam qilaveramiz aka. Hech kimni aldab sotish yo'q, do'stlar. Hech kimni jo'nchakdan pulini yulib olmaymiz aka. Albatta. Kimgadir ma'qul kelsa, o'zi savdosini qilib olaversin aka. Sifati, puli to'g'ri keladigan bo'lsa, ekranda nomerlar bo'ladi, hurmatli obunachilar. Mirsobit do'stimiz o'zlari samimiy inson, xudo xolasa qalblariga qo'l solib ko'rasizlar. Hech kimni norozi qilish yo'q aka. Rozichilikman bo'lgan ishda baraka bo'laveradi aka. Albatta mana do'stlar. Chorvada baribir baraka bor, xudo xolasa yaxshi niyatda olib tashab boqsanglar sababini qilib, mana baraka topadigan buqachamiz ham, lekin
Limuzinga gibrid do'stlar, yaxshi effekt beradi. Gibrid boqib yurgan aka ukalarimiz o'zi biladi. Mana do'stlar, tavsiya beramiz xudo xolasa. Ikkinchisini ham yechavering. Mana aka. 1.20 ga olaverasizlar do'stlar, bo'yini balandligini. Bemalol ko'ylini to'q qilaversin aka. Gram ham nuqsoni yo'q. Yeb ichishligi sog'ligiga garantiya aka. Bir hafta beramiz, yeb ichishiga. Beramiz aka. Mana yemasa ichmasa bunaqa bo'lmaydi. Formalari ham, tonlari, bichimlarini ko'ryapsizlar do'stlar. Xudo xolasa bir hafta garantiyasi bor yeb ichishlariga mana. Lekin zavodskiy to'qol ekan do'stlar, mana mamimiz. Mana hurmatli obunachilar, ikkinchisi. Yurg'izavering. Bunimiz necha oylik bo'ldi? Sal ochiq tortib olamiz. Orqangga tushmagan edi. Endi zagonda yurgan, shunga ozgina Mana aka. arqonga endi tushibdi-da do'stlar. Mana turuvlari. Zot qanaqa buni? Yalishtingi semental qo'yilgan aka. Borini aytib sotamiz. Albatta, borini aytib sotgan yaxshi. Mana endi halol rizqi harom qilib qo'yish kerak yo'qda do'stlar mana. Galishtin Friz Daniyaga sementaldan tug'ilgan mana oq kiprik. Kallalariga e'tibor berasizlar. Gibrid variantimiz do'stlar. Yosh oyligi. Necha oylik bo'ldi? 4 oy bo'ldi aka bunga. Sutdan to'liq chiqqan do'stlar. 100% aka, liboy ovqat deylik, sutdan chiqib bo'lgan, sutga to'yib ham bo'lgan aka. Korobkalarni ham ko'rsatavering. Qo'rqmasdan olib boqsangiz olib, sut icharigan, so'lib qoldi degan narsalar yo'q. Unaqa narsalardan o'tib, hammasidan o'tib bo'lgan aka. So'lish davridan o'tgan. Bag'i darsha semirib o'saveradi aka. Chiroyli ratsionda boqish kerak bo'ldi do'stlar mana. Bo'yini balandligini necha qo'yamiz buni? U 1.5 plus aka. Yengil birga olaversin musobat. Bir yen rasa past bo'lib ketadi-da aka. Mayli mana. 1.5 ga olaversin. Joni sog' bo'lsin mana. Do'stlar, 1.5 ga olaverasizlar xudo xolasa. O'lchadim-da aka shundan. Ha, metrga solingan mana. Ha, borini aytib sotaveringlar. Tushunmovchilik bo'lmasin, orqa korpuslariga ham e'tibor berasizlar mana do'stlar. Gibrid variantimiz bu. Yakka o'ziga necha pul endi Mirsobit buni? 15 million kam bor aka. 15 demang, sal O'z hisobma narxini chiqarib 14 qo'ying aka. million. Qancha? 14 million. Hisob aka 14 million. Kamini ham qilib berasiz xudo xolasa. Kami ham bor aka. Mirsobit buqachalaringiz ma'qul. Ikkalasini bir joyga olib tashab qo'yaman degan aka-ukalarimizga bitta etin chiqadi jupiga. Necha pul qo'yamiz? 38 million kam bor. 37 million kam bor aka. Jupiga bo'ladigan bo'lsa. Jupiga 37 kam bor. Dastavkani ham qilib berasiz. Dastavkasi ham bor. Aka yana bitta bonusi Toshkent viloyati bo'yicha ichida dastavkasi kelishamiz. Tushunmovchilik bo'lmasin, jupiga bo'ladigan bo'lsa 38 emas 37 million xayr barakasiga yana siylab ham berasiz. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga dastavka sizni bo'yningizga. Yetkazib beramiz aka. Mana do'stlar, vodiy vohaga bo'ladigan bo'lsa kelishilgan holatda bo'ladi xudo xolasa mana do'stlar. Yaqqa ham dastavkamiz bor, endi kelishuvga qarab aka. Kelishuvga qarab bo'ladi. Kimdir meni texnikam bor, o'zim olib ketaman deyishi mumkin. Aha. Yoki yo'l kirasini o'tib ber deydi. Kelishuvga qarab sotaveramiz aka. Mana do'stlar, kelaverasizlar xudo xolasa. Jupiga bo'ladigan bo'lsa, yana ham yengil bitiradi ishlarni do'stlar. Korobkalari zo'r. Tavsiya beramiz. Sog'lom. Bemalol aka, meni bo'yim 1.65 da. Aha. Bo'yimga qarab taqqoslab olaversin aka. Mana. Bu bo'yiga aldash yo'q bizada. Borini aytib sotadi, hurmatli obunachilar. O'z mana aka, bundoq qarangda bu. Sistemda narxi bo'yapti o'zi bu aka. Shunaqa. Endi do'stlar, narxi ham yomon bo'lmadi. Joyi kelsa, sistemda yangi tug'ilgan. Aka, meni tirikchiligimni bilasiz. Meni tirikchiligim aka. Aha. Borgan joyimda o'xshasa olaman, dumalasa sotaman aka. Mana do'stlar, endi aslovni yetkazib berish xizmatiman endi fermalarga borganda olib chiqilgan mollar mana. Ikkalasi ham zo'r xudo xolasa. Tavsiya beramiz. Bahodir Uz kanali gruppamizga lokatsiyalarni tashab qo'yamiz, o'tib bemalol olsanglar bo'ladi. Sababini qilib yoritib berish bizdan hurmatli obunachilar. Havas ko'zi bilan boqib, bizga ham nasib qilsin degan insonlarning xonadonida nechtadan bo'lsa Mirsobit? Barakasini beraversin, 10 tami, 100 tami. Joningiz sog' bo'lsin. Endi Xudoyim buyurgani bo'ladi aka, biz uni mashinchilab bichib bera olmayman aka. Hammamizning xonadonimizda bo'lsin do'stlar, shunaqa yaxshi buqachalardan boqish Allohga oson. Niyatni to'g'ri qo'ysak bo'ldi, Xudo xolasa, harakatdan to'xtamasak natijasi go'zal bo'ladi mana. Shuhrat akam ham yaxshi inson, Alloh rozi bo'lsin, xizmat talab mana. Barda kerak bo'ladigan bo'lsa,
Mana Bahodir aka, aloqaga chiqaverasiz. mana aka mana shu bardachi akamiz. Aha. Mana shu akamiz bardani yetkazib beraveradi. Mana shunaqa mollarni boqaveramiz bardada aka. Xalq xizmatda yuribdilar. Alloh rozi bo'lsin. Shuhrat aka ham yaxshi Svejiy barda inson. keldi mana aka. Mana barda keldi. Xudo xolasa hozir nomerligini ham qo'yib beramiz. O'zimizni parking bo'ladigan bo'lsa, Yuqori Chirchiq parking Toshkent viloyatiga bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Fermalarga ham yetkazib beraveradi. Fermalarga ham xudo xolasa mana uzmasdan borib olib beramiz. Shuhrat aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Charchamayapsizmi? Sizdan so'ramay reklama ketdi endi. Aka, qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, fermalarga ham, xonadonlarga ham yetkazib beramiz. Qaysi nomer qo'yamiz aka? 94lik 406 68 52 ga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa mana barda xizmatlarini chiroyli qilib yetkazib beradi. Fermalarga bo'lsa ham xudo xolasa yetkazib ishlayveramiz aka. Joningiz sog' bo'lsin aka. Charchamang xalq xizmatda. Hurmatli obunachilar, shu bilan video syomkamizni yakunlaymiz. Mirsobit, siz ham choringizga baraka, bozoringizni bersin. Aka, charchamang xalq xizmatini aka. Sababini qilib yoritib berish bizdan hurmatli obunachilar, mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, bir donadan layklarni bosib, bu videoni yaxshi sementalga gibrid buqacha qidirib yurgan tanishinglarga videoni ulashib qo'yasizlar do'stlar. Sizlardan so'raladigan narsa shu, bir donadan layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Shuhrat akamga alohida layk bosib qo'yaversin. Akamizga layklarni bosib qo'yasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.